Bugun sizlarga yana bitta voqea bilan ulashmoqchiman. Bitta yigit o'zini qimor olamida, AdinXbetda o'zini hayotini mazmunga aylangan va shu joydan o'zimni topaman degan maqsadda o'ynab qarzdorlik botqoqiga botib va oxiri oqibat tushunib tan olganligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Bugungi sizlarga aytib berib o'tadigan yigit haqida. U yigit shu yosh 21 yosh paytida boshlagan qimor o'yinini, ya'ni AdinXbetda o'ynab hamma sport turiga pul tikib, oson pul topaman deb o'ynashni boshlagan. U 2019-yil apreldan 2020-yil oktyabrigacha aktiv tarzda shu o'yin ichida bo'lgan. 1,5 yil ichida 12 million pul yutkazgan. Uni ta'kidlashicha, bu qimorga kirib kelish sababi ichki muhit deb ham bilaman. Chunki uydagi solishtirishlar, akangga o'xshasang bo'lmaymi, bir tayinli hunar o'rgansang bo'lmaymi? Bu bolada bir aytishi bo'yicha o'zini 20 o'sha paytda 2019-yil 21 yosh bo'lganman deyapti. 21 yosh bo'lsam ham aqlan 15 yoshlarni yigit deb fikrlar edim deydi. Ko'cha ko'rmagan, shu uydagi muhit, akangga o'xshasang bo'lmaymi, unaqa qilsang bo'lmaymi degan tanqidlar ostida yurib, shu o'zini AdinXbetda hayot mazmuni sifatida shu o'yin ichida 1,5 yil to'xtamasdan shu faqat hayoli, fikri, o'yi shu AdinXbet qimor olami bo'lib qoladi. Shu keyin oxir oqibat o'zi tushunib, bu o'yin orqali bu borishda katta fojia bo'lishini tushunib yetib, mustaqil tarzda o'zi boshqa davlatga, ya'ni Rossiya Federatsiyasiga ketib, mustaqil ishlashni boshlaydi. O'sha 1,5 yil davrida futbol bo'ladimi, hokkey bo'ladimi, kibersport bo'ladimi, penalti bo'ladimi, Mortal Kombat bo'ladimi, barcha o'sha AdinXbetdagi barcha o'yin turlaridagi statistikalarni yig'adi, ma'lumotlarni oladi, o'rganadi, sxemalar qiladi, orada yutadi, baribir yutkazadi va oxiri oqibat tushunib yetadiki, bu o'yinda yutuq yo'qligini. Faqat inson qimorvoz azartga kirib yutkazgandan yutkazadi, lekin bu o'yindan yutib chiqib ola olmaydi. Har qachon shu siz to'xtatasiz, o'shanda siz g'olibsiz, yutasiz. Bu yigitning aytishicha, hozir mustaqil shu 6 yil bo'ldi deyapti, o'ynamayapman. Inshaalloh shu o'zini meni videolarimni tagiga kommentariya sifatida yozgan, fikrini tashlagan. Mendan o'rnak olinglar, qimorvozlar, qimor ichida yurgan insonlarga o'rnak bo'lsin degan ma'noda bu kommentariyasini tashlagan. Mashalloh, bu insonga men qoyil qoldim, tan berdim, chunki tan olish ham mardlik hisoblanadi. Inshaalloh barchamiz chiqib ketgimiz bu o'yindan. Xulosa qilib nima demoqchiman? Shu o'yinda yuribsizmi? Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi? Yutkazishing aniq. To'xtatdingmi? Sen g'olibsan. To'g'ri xulosa qiling. To'g'ri qarorlar qabul qiling. Tan oling. Siz o'ynayapsizmi? Fikringiz shu qimordamisiz? Hali ham shu o'yin ichida bo'lasiz. Agar to'g'ri qaror qabul qilib, ong ostindagi illyuziyalar, ya'ni shu bir marta o'ynaying, shu yutkazganim qaytarib olaman degan fikrlarni yo'q qilsangiz, o'shanda bosqichma-bosqich bu o'yindan chiqsa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Shu qimordan chiqmoqchi bo'lgan, qimordan qiynalib yurganlarni yaqinlariga tashlab qo'ying. O'yindan chiqsa bo'ladi. To'g'ri qaror qabul qiling. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Nima savollar, shu o'yin ichida yurib nimalar muammo bo'lmoqda? Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib muhokama qilamiz, savollaringizga javob beraman. Ko'rishguncha.